Bir dona samarangiz 250 dollar. Sababi shu kichkina ko'ringan samarangiz 250 dollarni boshini yedi. Nima bo'lganini men sizga videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuntirib o'taman. Okam Tracker 2 avtomobilni haydirganlar, Malibu 2 barni ustonovka qildirgani boshqa joyga olib borganlar. Oxirida akazisi Malibu 2 barni qotirish jarayonida ikkita chetiga barrandor belimash yopishib turishligi uchun aynan ikkita chetidan samarez urilgan. Samarezning uzunligini qarasangchi, kattaligidan salonni ichida turadigan konditsionerni, sparitilni teshib qo'ygan. Barra chetlarini ham ko'rmoqchingiz mumkin. Bu yerda friollarni rangi chiqib oqizib yuborgan. Xullas salonni ichidagi holatini ham sizga ko'rsatamiz. Bitta shu narsa endi poli tarpetgani yechishga, rasxodlar bilan taxminan bir 250 dollarni boshini yeyapti. Sifatli Malibu 2 bar ustonovkasi bo'yicha bemalol murojaat qilasiz. Bekorga Malibu 2 bar ustonovka qilayotganda 5 samarez qo'yib beramiz deb aytmaymiz. Mana bu narsani ham sababini bilib oldinglar. Shu videoga bitta like bosib, mashinasiga hali Malibu 2 bar ustonovka qilishga ulgurmagan do'stingiz bo'lsa, yuborib qo'ying.